Mana shunga o'xshagan narsa bo'lsa, problemasi internetim deydi. Zakaz zaverishni qilgan vaqt internetlaringiz bo'lmay qolsa, zakaz ham istoriyadan o'chadi, pul ham tushmaydi. Menga bir marta shu narsa bo'lgan. Zakazat qilish uchun keyin texpodдержкаga yozib, pulni misol uchun zakazni восстановить qilish uchun ana shu narsani skrinshot kerak. Skrinshot bo'lmasa hech narsa qilib bo'lmaydi. Mana shu payt ikkinchi telefondan Wi-Fi berish kerak telefonga. Yoki pul tashlab internetni yoqish kerak. Keyin texpodдержкаga yozsa, ko'rib chiqadi-yu, pulni qaytaradi. Bo'lmasa zakaz ham yo'qoladi, istoriyadan pul ham ketadi. Shu narsaga ham e'tiborli bo'lish kerak. Qizil bo'lib yonib turibdi. Internet yo'q deyapti. Vladivostokka dabdala hamma joy. Qor tozalanmagan hozircha. Zakazlar qimmat. Klientlarga zararni yozaman, aytaman. Pavorotdan pavorotgacha deb. Hay desa olib boraman, bo'lmasa o'tiradi olib borib qo'ygin deb. Mana shu ahvol Vladivostokka. Zakazga kelsak, 8 ta zakaz 5300 bo'lgan. Ertalab chaspigini o'tkazib 8:30 larga chiqqanman ishga.